O'zbekistondan Germaniyaga bo'lgan safarimiz tugadi. Biz Germaniyani Gamburg degan shaharga kelib to'xtadik. Tamojna demak, общий kilometrimiz 4975 kilometrda shaqa kelib to'xtadik. Plus parom. Eson-omon, Xudoga shukr, yetib keldik. Ko'pchilik xavotir oldi. Yana maslahatlar berishdi. ABS bilan yurmang, Rossiyadan boshqa xatira aba. Plus mana yetib keldik. Hammasi yaxshi. Xudo xolasa Qozog'istonda bir tiyin mensilar pul ishlatmadik, Rossiyada ishlatdik. Yevropaga kirdik. Ozgina yurib to'xtadik. Ayniqsa mana aynan Germaniyaga kelib, işte 80-90 kilometr paromdan yurib kelib to'xtadik. Mashinani eson-omon, plombalari joyida. Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Duoda bo'lganlarga rahmat, maslahat berganlarga rahmat. Xavotir olmanglar, biz yetib keldik. Mashinani egalari shetdan olib ketar ekan. Biz bo'lsa dalshi Germaniyada ishimizni davom ettiramiz. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar.